o't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xolamagan bo'lsa. Shuning uchun biroq qo'rqsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni yopib tashlayman desa, va desa, qo'lingdan kelgan sabablarni qilgin u hasbunallohu va ni'mal vakilda. Xotirjam bo'l. Bu yoqda nima bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Birov senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xolamasa. Birov senga zarar yetkaza olmaydi agar Alloh xolamasa. Shuning uchun seni yuragini siqadigan bir xavotirli xabar kelsa, seni qo'rqitadigan bir so'z kelgan bo'lsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbosni o'zining ulovlariga yutqaztirib olib, yosh bola ekan, bir qancha narsalarni o'rgatdilar. Ya g'ulam inni uallimuka kalimat. Ey bola, men senga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, Alloh seni saqlaydi.